Agar siz yoki oilangiz yaqinda 1.500 million so'm pul olgan bo'lsa, bu xabarni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki hozir ko'pchilik pul tushdi. Demak, hammasi joyida deb o'ylayapti. Lekin ayrim holatlarda aynan shu 1.500 million so'm keyinchalik tekshiruv, qayta hisob-kitob, hujjat talab qilinishi yoki boshqa to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun masalani oddiy tilda ekspert sifatida, kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Videoni hoziroq yoqtirib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling, chunki bunday xabarlar kech eshitilsa, odam huquqini vaqtida himoya qila olmay qoladi. Men sizga shunchaki xabar bor deb emas, amalda qanday yo'l tutish kerakligini aytib beraman. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik fuqarolar turli yo'nalishlarda 1.500 million so'm atrofidagi mablag'larni olgan. Kimdir ijtimoiy yordam sifatida, kimdir moddiy ko'mak sifatida, kimdir ish haqi, nafaqa kompensatsiya, stipendiya yoki dastur doirasidagi bir martalik to'lov sifatida. Odamlar odatda kartaga pul tushsa, uni darhol kundalik ehtiyojga ishlatadi. Oziq-ovqat oladi, kommunal to'lov qiladi. Bolalarning maktab xarajatini yopadi. Qarzni qaytaradi yoki dorixonaga sarflaydi. Oldin ko'p hollarda odamlar menga pul tushdimi? Demak, men ro'yxatda bor ekanman. Boshqa hech narsa kerak emas deb o'ylashardi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Davlat idoralari, bank tizimlari, ijtimoiy reyestrlar va mahalla darajasidagi ma'lumotlar ko'proq elektron shaklda solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizga 1.500 million so'm tushgan bo'lsa, bu pul qayerdan kelgani, qaysi asosda berilgani? Sizning oilaviy holatingiz, daromadingiz, yashash manzilingiz va boshqa ma'lumotlar keyinroq tekshirilishi mumkin. Bu yerda qo'rqinchli gap aytmoqchi emasman. Maqsadim vahima qilish emas, lekin odam bilib turishi kerak. Pul tushganining o'zi yakuniy nuqta emas. Ba'zi to'lovlar avtomatik hisoblanadi, ba'zilari ariza asosida beriladi, ba'zilari esa muayyan shartlar bajarilganda ajratiladi. Agar hujjatda xato bo'lsa, ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki kimdir sizning nomingizdan noto'g'ri ariza bergan bo'lsa, keyinchalik savollar tug'ilishi mumkin. Birinchi muhim narsa, siz olgan 1.500 million so'mning manbasini aniq biling. Men ko'p odamlar bilan gaplashganimda shuni ko'raman. Karta SMS'ida faqat summa ko'rinadi. Odam esa davlatdan tushdi, mahalladan tushdi, pensiyadan qo'shildi yoki bolalar puli bo'lsa kerak deb taxmin qiladi. Taxmin qilish yetarli emas. Siz bank ilovasiga kirib to'lov izohini ko'rishingiz kerak. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankdan ko'chirma olish kerak. Chunki hujjatli isbot birinchi navbatda ko'chirmadan boshlanadi. Masalan, bir ayolning kartasiga 1.500 million so'm tushdi deylik. U 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i mavsumiy ishda ishlaydi. Doimiy daromad yo'q. Ayol bu pulni ijtimoiy yordam deb o'ylab, oziq-ovqat va bolalar kiyimiga sarflaydi. Oradan bir oy o'tib mahalladan qo'shimcha hujjat so'rashadi. Agar ayolda bank ko'chirmasi, ariza nusxasi, pasport ma'lumotlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi va oilaviy daromad bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsa, u vaziyatni oson tushuntiradi. Agar hech narsa bo'lmasa, menga pul tushgan edi degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi muhim narsa, pulni kim olgani emas, qanday asosda olgani muhim. Bir oilada erning kartasiga tushgan pul xotinning ijtimoiy holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, farzandlar uchun berilgan yordam onaning kartasiga tushgan bo'lsa-da, oilaning umumiy daromadi tekshiriladi. Demak, karta meniki, pul meniki degan oddiy qarash har doim ham to'g'ri emas. To'lov oilaga, bolaga, nogironligi bor shaxsga, ishsiz fuqaroga, talaba yoki pensionerga bog'langan bo'lishi mumkin. Uchinchi muhim narsa, 1500 ming so'm boshqa to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, keyingi davrda oilaviy daromad qayta hisoblanganda sizga tushgan ayrim mablag'lar ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har doim ham yordam to'xtaydi degan emas. Lekin tizim bu oilaning daromadi oshdimi yoki bu bir martalik yordammi degan savolni ko'rishi mumkin. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, uni doimiy daromad sifatida talqin qilmaslik kerak. Lekin buning uchun sizda to'lov maqsadini ko'rsatuvchi izoh yoki hujjat bo'lgani yaxshi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ariza topshirgandan keyin ma'lumotlar o'zgarganlar. Masalan, siz ariza bergan paytda ishingiz edingiz, keyin ishga kirdingiz. Yoki arizada oilada 4 kishi yashaydi deb ko'rsatilgan,
Hozir esa bir farzand boshqa manzilga ro'yxatdan o'tgan. Yoki siz ijara uyda yashaysiz. Lekin doimiy ro'yxat boshqa tumanda. Mana shunday holatlarda tizimdagi ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ikkinchi xavotirlanish kerak bo'lgan guruh pulni nima uchun tushganini bilmayotganlar. Agar siz umuman ariza bermagan bo'lsangiz, hech qanday dasturda qatnashmagan bo'lsangiz, lekin kartangizga 1 million 500 ming so'm tushgan bo'lsa, albatta aniqlashtiring. Chunki ba'zan familiya, karta raqami yoki hisob raqamlarida texnik xato bo'lishi mumkin. Juda kam uchraydi, lekin bo'lishi mumkin. Bunday pulni darhol sarflab yuborishdan oldin bank yoki tegishli tashkilotdan izoh olish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi guruh nomiga karta ochilgan, lekin kartadan boshqa odam foydalanayotganlar. Bu juda keng tarqalgan holat. Masalan, ona kartasini o'g'liga bergan xotinning kartasidan foydalanadi. Yoki keksa ota-onaning kartasi farzandida turadi. Agar 1 million 500 ming so'm tutsa, pulni kim yechib olgani, kim ishlatgani, nima uchun ishlatilgani keyin bahsli masalaga aylanishi mumkin. Ayniqsa pul maqsadli berilgan bo'lsa, masalan, bolaning ehtiyoji davolanish, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya uchun ajratilgan bo'lsa, uni boshqa odam ishlatib yuborish o'ylada ham, hujjatda ham muammo tug'diradi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz ariza bergansiz, arizangiz tasdiqlangan, to'lov izohi aniq, hujjatlaringiz joyida, oilaviy holatingiz yashirilmagan, daromadingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir hujjatlarni saqlash kerak. Men har doim aytaman, pul tushgan kuni screenshot qiling, bank ko'chirmasini yuklab oling. Ariza topshirgan bo'lsangiz, ariza raqamini yozib qo'ying. Mahalla yoki idora bergan javob bo'lsa, uni yo'qotmang. Keling, hayotiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, oilada 5 kishi bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona uy bekasi, 3 farzand maktabda o'qiydi. Ularga 1 million 500 ming so'm yordam tushdi. Bu oila uchun bu pul juda katta yordam. Bir qismini oziq-ovqatga, bir qismini maktab anjomlariga, bir qismini kommunal to'lovlarga ishlatadi. Bu holatda eng asosiy masala pulning maqsadini ko'rsatadigan hujjatni saqlash. Chunki keyin bu daromadmi yoki yordammi degan savol tug'ilsa, oila yordam ekanini ko'rsata oladi. Ikkinchi misol, yigit ishlaydi. Oyligi 30 million 800 ming so'm, lekin qo'shimcha tarzda uning kartasiga 1 million 500 ming so'm tushdi. U bonus bo'lsa kerak deb sarflab yubordi. Keyin ma'lum bo'ldiki, bu mablag' boshqa dastur bo'yicha xato tushgan yoki eski ariza asosida avtomatik o'tgan. Bunday vaziyatda aniqlashtirish kechiksa, qaytarish, tushuntirish xati yozish yoki bank orqali murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun manba noma'lum bo'lsa, birinchi harakat sarflash emas, aniqlash bo'lishi kerak. Uchinchi misol. Pensioner ayolga 25 ming so'm tushdi. U nabrasi yordamida bankomatdan yechib oldi. Keyin farzandlar pul nimaga berilganini so'rashdi, lekin ayol bilmaydi. Bunday holatda pensionerning farzandlari bank ilovasi yoki bank filiali orqali ko'chirma olib, pensiya jamg'armasi. Mahalla yoki tegishli idoradan to'lov asosini aniqlash kerak. Keksalar ko'pincha esa SMSdagi izohni o'qimaydi yoki tushunmaydi. Shuning uchun oilada katta yoshdagilar nomiga tushadigan pullarni hurmat bilan. Lekin albatta hujjat asosida nazorat qilish kerak. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, bir martalik to'lov bilan doimiy to'lovni adashtirmang. 1.5 ming so'm bir marta berilgan bo'lishi mumkin. Odamlar esa endi har oy tushar ekan deb reja qiladi, qarz oladi, xarajatni oshiradi. Keyingi oy pul tushmagach, qiyin ahvolga tushadi. Shuning uchun to'lov davriyligini aniq so'rang. Bu bir martalikmi, oylikmi, choraklikmi yoki faqat muayyan shart bajarilganda beriladimi? Ikkinchi nozik jihat, pul tushgan sana muhim. Masalan, to'lov 28 kun tushgan bo'lsa, bu o'tgan oy uchunmi yoki keyingi oy uchunmi farq qiladi. Ayrim idoralarda hisob-kitob davri boshqacha bo'ladi. Bankdagi sana pul kelgan sanani ko'rsatadi, lekin qaror qabul qilingan sana boshqa bo'lishi mumkin. Agar nizoli vaziyat bo'lsa, aynan qaror sanasi va to'lov sanasi alohida ko'riladi. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatdagi manzil bilan real yashash manzili farq qilsa, savol tug'ilishi mumkin. Masalan, siz Toshkentda ijarada yashaysiz, lekin doimiy ro'yxatingiz viloyatda. Arizani qaysi hudud orqali bergansiz? Yordam qaysi hudud bo'yicha hisoblangan? Oilangiz qayerda yashaydi? Bularning hammasi ahamiyatli. Agar siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasangiz, ijara shartnomasi, mahalla ma'lumotnomasi
yoki yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Daromadni yashirish katta xatoga olib keladi. Men tushunaman, odamlar yordam olish uchun daromad kamligini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin bugun ko'p ma'lumotlar elektron ko'rinishda tekshiriladi. Ish haqi, soliq ma'lumotlari, pensiya, ayrim bank tushumlari, transport yoki mulk ma'lumotlari. Agar arizada ishsizman deb yozilgan bo'lsa, tizimda ish haqi ko'rinsa, bu savol tug'diradi. Bu yordam bermaslik uchun emas. To'lov haqiqatan kimga kerakligini aniqlash uchun qilinadi. Shuning uchun arizada faqat rost ma'lumot yozing. 5-nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim odamlar kartasiga pul tushishi bilan uning bir qismi yechilib ketganini ko'radi. Sababi aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro hujjati bo'lishi mumkin. Lekin hamma turdagi ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolish masalasi bir xil emas. Agar sizga maqsadli ijtimoiy yordam tushgan bo'lsa va u avtomatik yechilib ketgan bo'lsa, bankdan ham ijro organidan ham yozma izoh so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Nega yechildi? Qaysi hujjat asosida yechildi? Ne bu to'lovdan ushlab qolish mumkinmi? degan savollarni yozma tartibda bering. 6-nozik jihat firibgarlar. 1.500.000 so'm haqida xabarlar chiqqanda darhol pulni rasmiylashtirib beramiz, ro'yxatga kiritamiz, kartangizga tushirib beramiz degan odamlar paydo bo'ladi. Ular pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki bank ilovasi parolini so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kod bermang. Hech qachon bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy to'lov uchun sizdan karta paroli yoki tasdiqlash kodi so'ralmaydi. Agar kimdir kod aytsangiz, pul tushadi desa, bilingki, bu firibgarlik belgisi. 7-nozik jihat, yaqinlaringiz nomidan ariza berish. Agar ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz nomidan ariza topshirayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi va hujjatlari qonuniy asosda bo'lishi kerak. O'zim to'ldirib qo'ydim, ular bilmaydi degan yondashuv keyin muammo keltiradi. Ayniqsa pul tushgandan keyin oilada nizo chiqsa, kim ariza bergani, kim pulni olgani, kim sarflagani muhim bo'lib qoladi. 8-nozik jihat. Pulni naqd yechib olishdan oldin iz qoldiring. Men pulni ishlatmang demayapman. Albatta odam ehtiyoji uchun ishlatadi. Lekin katta summani naqd yechsangiz, keyin qayerga ketganini isbotlash qiyin bo'ladi. Imkon bo'lsa, muhim xarajatlarni karta orqali qiling. Dorixona, do'kon, kommunal to'lov, ta'lim yoki boshqa zarur xarajatlar. Shunda ta'rif qoladi. Agar naqd ishlatsangiz, hech bo'lmasa cheklarni saqlang. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, bank ilovasiga kiring yoki bank filialiga boring. 1.500.000 so'm tushgan operatsiyani toping. To'lov sanasi, jo'natuvchi nomi, to'lov izohi, summa va hisob raqam ko'rinadigan skrinshot yoki ko'chirma oling. Agar bank ilovasida batafsil izoh chiqmasa, filialdan muhrli ko'chirma so'rashingiz mumkin. Pul qaysi tashkilotdan kelganini aniqlang. Agar mahalla, ijtimoiy himoya, pensiya ish beruvchi, ta'lim muassasasi yoki boshqa idora bilan bog'liq bo'lsa, shu tashkilotga murojaat qiling. Menga falon sanada 1.500.000 so'm tushdi. Ushbu to'lov qaysi asosda, qaysi qaror yoki ariza bo'yicha amalga oshirilgan deb so'rang. Iloji bo'lsa, yozma javob oling. Yozma javob keyin sizni himoya qiladi. 3-qadam. Hujjat papkasi tayyorlang. Unda pasport yoki ayda karta nusxasi, oilaviy holatga oid hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holatini tasdiqlovchi hujjat. Nogironlik bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi va ariza nusxasi bo'lsin. Hamma hujjatni bir joyga jamlab qo'ysangiz, tekshiruv yoki qayta murojaat paytida yugurib qolmaysiz. 4-qadam. Agar to'lov noto'g'ri tushgan deb gumon qilsangiz, pulni sarflashga shoshilmang. Bankka murojaat qiling, jo'natuvchi tashkilotni aniqlang, vaziyatni tushuntiring. Agar haqiqatan ham xato bo'lsa, qaytarish tartibi rasmiy bo'lishi kerak. Pulni kimningdir shaxsiy kartasiga qaytarib yuborish xavfli. Faqat rasmiy hisob raqam, rasmiy ariza va rasmiy hujjat asosida harakat qiling. 5-qadam. Agar pulingizdan ushlab qolingan bo'lsa, bankdan operatsiya tafsilotini oling. Keyin ijro organi yoki qarzdorlikni yuritayotgan tashkilotdan asos so'rang. Qaysi qaror asosida, qaysi qarz bo'yicha qancha miqdorda ushlab qolindi deb yozma murojaat qiling. Agar bu pul ijtimoiy himoya maqsadida berilgan bo'lsa, uning huquqiy maqomini aniqlash ayniqsa muhim. 6-qadam. Agar sizga yordam rad etilgan bo'lsa yoki oldingi to'lovdan keyin
sababini bilmasdan jim o'tirmang. Ko'p odamlar demak menga bermas ekan deb qo'l siltaydi. Aslida rad etish sababi ma'lumot xatosi bo'lishi mumkin. Manzil noto'g'ri, daromad noto'g'ri ko'ringan, oila tarkibi yangilanmagan yoki hujjat yetishmagan. Siz sababini yozma so'rang, xatoni tuzating va qayta murojaat qiling. 7-qadam, murojaat matnini to'g'ri yozing. Juda uzun, hissiyotli, ayblovli matn kerak emas. Masalan, shunday yozish mumkin. Men falonchi, falon sanada bank kartamga 1.500.000 so'm miqdorida to'lov kelib tushganini ma'lum qilaman. Ushbu to'lovning qaysi asosda amalga oshirilgani, qaysi davr uchun hisoblangani va kelgusidagi to'lovlarga ta'siri bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq, hurmatli va hujjatga asoslangan murojaat ko'proq natija beradi. 8-qadam. Barcha suhbatlarni hujjatlashtiring. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, kim bilan, qachon, nima haqida gaplashganingizni yozib qo'ying. Telegram yoki SMS orqali xabar kelgan bo'lsa, o'chirib yubormang. Ariza raqami bo'lsa, alohida saqlang. Bugun kerak bo'lmasligi mumkin, lekin 2 oy o'tib aynan shu ma'lumot sizga yordam beradi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir 1.500.000 so'm olganlarga yana qo'shimcha pul chiqdi. Havolaga kiring, karta raqamingizni kiriting, SMS kodini yozing desa darhol to'xtang. Rasmiy tashkilotlar bank kartangizning PIN kodi, SMS tasdiqlash kodi yoki ilova parolini so'ramaydi. Pul masalasida shoshilinchlik yaratadigan odamdan ehtiyot bo'ling. Firibgarlarning eng katta quroli odamni tez qaror qildirishdir. 10-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilar va yoshlarni ogohlantiring. Ko'p firibgarliklar aynan keksalar, talabalar va moliyaviy savodxonligi pastroq odamlarga qaratiladi. Ularga oddiy qilib tushuntiring. Karta kodi berilmaydi. Hujjat begona odamga yuborilmaydi. Pul tushsa manbasi aniqlanadi. Shubhali havolaga kirilmaydi. Bu maslahat oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda ko'p odamni katta zarar va muammodan saqlaydi. Demak, 1.500.000 so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shundaki, pul tushgani bilan masala tugamaydi. Eng muhim narsa pulning manbasini bilish, to'lov asosini aniqlash, hujjatlarni saqlash va shubhali vaziyatda rasmiy izoh olish. Agar hamma narsa qonuniy va hujjatli bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar manba noma'lum bo'lsa, ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa yoki puldan ushlab qolingan bo'lsa, jim turmasdan darhol aniqlashtirish kerak. Men sizga bugun vahima emas, tartib va himoya yo'lini tushuntirdim. Endi izohlarda yozing. Sizga ham 1.500.000 so'm tushdimi? Qaysi hududdansiz va pul nima izoh bilan kelgan? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumot vaqtida eshitilsa, odam o'z haqqini ham, pulini ham, hujjatini ham himoya qila oladi.